Assalomu alaykum, aziz YouTube kuzatuvchilari. Iltimos, video roligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Lekin bu narsalar Nodirani sira qo'rqita olmasdi. Ajna degan narsalarga ishonmasdi. Qo'rqmasdan ariq xatlab, o'ttida siqmoq bo'ylab keta boshladi. Shu topga ko'ziga hech narsa ko'rinmasdi. Zarda bilan yurib, so'qmoq yo'lining yarmini bosib o'tdi. Keyin birdan to'xtab, lepasini paypaslab ko'rdi. Bu nima ekan? Jon holatda do'ppaygan narsani qo'liga oldi. Pulku, qizning ko'zlari yonib ketdi. Shosha-pisha ko'ziga yaqinroq olib keldi. Hammasi mingtalik. Qanday baxt. Endi men boyman. O'lib kelsin o'xay uylari ham. Boshida qolsin onamning pullarini. G'ijimlab turib Nodiraning xayoliga bir fikr keldi. Beixtiyor Valina esladi. Ortqamga qaytib, Valina chaqirsammikan? Ko'nglidan o'tkazdi u. Birga ketarmikan men bilan? Ketib bo'pti. Otasidan qo'rqadi. Hozir tuman markazgacha borib olsam, u yog'im zo'r bo'ladi. Nodira pullarini qaytadan lippasiga qirdi-da, yo'lida davom etdi. Ko'z ochib yumguncha qishlog'i ham ortda qolib, katta yo'lga chiqib oldi. Endi bu yog'i shoshilmasdan ketaversa ham bo'ladi. Yana qancha yurdi bilmaydi. Kimsasiz ko'chaning nargi tomonida 2-3 nafar yigitlar nimadir qilib o'tirishgan ekan. Nodira hozir to'xtatib qolishlarini sezgan bo'lsa-da, oyoq uchida yurib keta boshladi. Yigitlar shira kayf edi. Bittasi kutilmaganda o'rnidan turib, Nodira tomonga tikilib qoldi. "Qarang shekilli", dedi u. Sheriklaridan birini turtib, to'xtat." Yigit yugurib Nodiraga yetib oldi. "Yaxshi qiz, yarim kechasi qayerga shoshib ketyapsiz?" Xirillagan Nodiraning yo'lini to'sdi u. Qiz indamay yo'lida davom etmoqchi bo'ldi. Qayoqqa? Keling bir pas gaplashaylik." "Yo'limni to'sma", dedi. "Men shoshib turibman. Olib borib qo'yamiz o'sha shoshayotgan yeringizga." Yigit xirrashdan to'xtamay Nodiraning bilagidan tutdi. Jaylanib itibdiz-ku. Orqasini g'ijimlab ezayotgan qo'llar Nodiraning g'ashini keltirdi. Poylab turib yigitning cho'tiga tepdi. Bezori engashib bir yerda aylana boshladi. Lekin sheriklari allaqachon qizning yonida paydo bo'lishdi. 30 metrlar narida paxta dalasi bor edi. Ular ikkovlashib Nodirani mahkam quchoqlashdib-da, o'sha yoqqa sudrab borishdi. Tepki egan yigit ham o'ziga kelib, sheriklariga yetib oldi. Nodira qancha siltanib chirinmasin, u yigitning qo'lidan chiqib keta olmasdi. "Hali sen buzuqi bizni tepadiganmi bo'ldingmi?" deya qizning tomog'idan oldi. "Buzuqi deganlari, hozir biz sening esingni kiritib qo'yamiz." Nimadir qilish kerak edi. Jon ponich qilib ket yozgan Nodira ularga yalinishga tushdi. "Jon akalar, men buzuq emasman. Menga tegmanglar. Mana pul beraman sizlarga. Faqat menga tegmanglar." Qon yig'lab leppasini qovlashtira boshlagan Nodiraga qarab, yigitlar ha-ha-hovlab yuborishdi. "Sen qiynalib nima qilasan jonidan?" Kulishdan o'zini tiya olmayotgan qizning leppasiga qo'l yuborib, "Kelingini o'zim olib qo'yaman. Tegma, qo'lingni tort." "Hezalak nima? Hezalak, eshitdingmi Meli? Hezalak", dedi meni hozir. Yigit astoydil Nodiraning ustiga yotib oldi-da, hirs bilan ko'kraklarini eza boshladi. Qolganlari esa u uzatgan pullarini sanash bilan band bo'lishdi. "Qo'lingizni oling mendan. Men buzuq emasman", derdi. Niqul Nodira yig'lab. "Hozir baqiraman. Baqir, qani baqirchi qanchiq. Kimning tagidan chiqib kelyapsan-ku? Tag'in noz qilasan. Biz sezgari qarab turaylikmi? Kuldimli. Uyalmay harakat qilaver og'angni. Biz borib pivo olib kelamiz. Mana, bir dunyo puli bor ekan." Sheriklari ketash battar quturdi. Nodiraning tomog'i bormi, ko'kraklari bormi, tishlab tashladi. Qiz baribir ojizlikka bordi. Qilgan qarshiliklarining hammasi behuda ketdi. Qiz hushidan ketgan ekan. Tongga yaqin o'ziga keldi. O'rnidan turdi-yu qo'rqib ketdi. Notanish dalaning etagida yotar. Kiyimlari yirtilgan, bo'yinlari mumataloq edi. Xudoyo, pes bo'lib ulgurlariga. Qarg'ana oqsoqlagancha oyoqlari negadir simillab og'irdi. Yo'lga keta boshladi u. "Endi nima qilaman? Kim edi u yet? Yutqurlar. Nimaga hushimdan ketdim? Pullarim qani?" Nodira shu ahvolda odamlar ko'ziga ko'rinishga or qildi. Ortqasiga qaytib, ancha vaqtgacha dala kesib yurdi. Xayriyat, bu yerlarda hech kim ko'rinmas. Faqat katta yo'ldan o'tib borayotgan mashinalarning ovozi, uchqurlarning baqir-chaqiri eshitilib turardi xolos. Tushga yaqin juda ochiqdi. Ko'zga hech narsa ko'rinmasdi. O'ylay yig'lab, tavakkal katta yo'lga chiqdi. Kechasi dilmagan ekan. Tuman markazga kelib qolibdi.
U boshini eggancha ketib borarkan, ortqasidan kimdir chaqirgandek tuyuldi. Nodira to'xtadi. "Ha, qizim, xayrliksan?" Qarshida o'rta yashar bashang kiyingan, lablari ko'zlari qalin qilib bo'yalgan bir ayol turardi. "Nima bo'ldi senga? Nimaga kiyimlaring yirtilib ketibdi?" Nodira yig'lab yubordi. Shuncha kabray desa-da, yig'dan o'zini to'xtata olmadi. Ayol ham ahvolini tushunib, ilkasidan tutib o'ziga qaratdi. "Mayli, uyda gapirib berarsan. Yurchi, biznikiga boramiz." Qiz indamay ayolning ortidan ergashdi. Ular kasalxona ortqasi bilan yurib, mahallaga kirishgach, ayol darvozalaridan biri yonida to'xtadi. "Mana, aytib keldik. Kir, uyalmay kiraver." Hovli ko'rimsizgina edi. Ayol Nodirani ichkari uyga boshlab kirdi. Xona ichida bir taxmon ko'rpa to'shak, u eski javondan bo'lak, hech vaqa yo'q. O'rtada 2 bo'y yetgan qiz pishillab uxlardi. Nodira ayol ko'rsatgan yerga o'tirib, ko'zlarini yumdi. Ko'zlarini ochib o'tirishga ham majoli yetmadi. Ayol darrov uxlayotgan qizlarni turg'azib, mehmonning oldiga dasturxon yozdi. Qotgan-qutgan nonlardan ushatib, bir chetda o'chgan piyolada choy uzatdi. "Ol, qorningni to'yg'az." "Yo'q, rahmat." "Orsangchi, rangingni qara." Nodira biroz sorintib o'tirgach, sekin qo'liga ushatilgan nonni oldi. Nodira xo'shmachining qo'liga tushib qolganini bilmagandi. Sharofat uning ichki kiyimlarini ko'rishi bilan hammasini tushundi. Qizni kimlardir zo'rlashdi. Endi bemalol bu qizdan foydalansa bo'ladi. Faqat uydagilar payg'amasa emas. "Meni onam haydab yubordi", dedi. Nodira tiniqib uxlab ancha o'ziga kelib qolgach, endi qaytib u uyga bormayman. Sharofat qizdan haydalishi sabablarini surishtirib o'tirmadi. Shu kuni nozik mijozlarga yoshinasini va'da qilib qo'ygandi. Xudoning o'zi yetkazdi. Ish qilib buyog'i silliq ketsa bo'ldi. "Menga yaxshilab quloq sol", dedi u. Nodirani yoniga o'tkazib, "Uyingga borishni istamasang mayli, borma. Lekin o'zing bilasan, bu dunyoda hech kim hech kimni tekinga boqmaydi. Bilaman, endi menikida yurasan. Faqat bitta shartim bor. Aytavering. Hov, ana bu qizlarni ko'rdingmi? Ularning ham boradigan joylari yo'q. O'zim asrab olganman. Bilasanmi? Ular nima ish qilishadi? Yo'q, erkaklarni xursand qilib pul topishadi. Nima? Qanday qilib? Kecha seni nima qilishdi bezorlar? Bilmadim. Zo'rlashdi. Hushimdan ketib qoldim. Ana, ko'rdingmi? Bu yo'riga hushingdan ketmaysan. Bular ish bo'lgan. Endi sen qiz emassan. Xo'sh, shu holingga uylanmagan yigit senga uylanadimi? Bilmasam, uylanmaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? Hozirgi erkaklarning hammasi bir g'ur. Sen yaxshisi men topgan boy erkaklarning qo'yniga kirib, pullarini shilib olasan. Ana shunda biz sen bilan til topishamiz. Istamasang, katta ko'cha, bir burda nonga zo'r bo'lib yuraverasan. Nodira bu gaplarni eshitib qotib qoldi. Nima deb javob qilishga ham tili aylanmadi. Aslida bu taklif narsalarga unchalik tushunavermasdi. Yuragi ham hamon og'irlik sari talpinardi. Ammo endi qayerga boradi? Ko'chaga chiqsa yana qandaydir bezorlarning qo'liga tushadimi? Qarindoshlarga ketishi ham befoyda. Kiritishmaydi. Onasidan battar. Ular ham ayniqsa o'g'irlik qilib qo'lga tushganini eshitsa, militsiyaga topshirib yuborishdan ham toymashmaydi. Nodira o'ylay Sharofatning shartlariga qo'ndi. Xo'shmacha xursand bo'lib ketganidan yonidan pul sarflab qizga yangi ko'ylak lozim sotib olib berdi. Bu kiyim atlasdan edi. Nodira kiyib olsa, har qanday erkakning sulagi oqmay qo'ymasdi. Afsuski shu kuni mijozlar kelishdi. Nodira Sharofat ko'rsatgan xonaga qo'rqa-pisa kirib bordi. Ichkarida bir yigit o'tirardi. Kelishgan, ammo o'rta yashar. Barmog'ida tilla uzuk, bo'ynida tilla zanjir. Qizni ko'rdi-ku, chehrasi ochildi. "U opamiz aldamabdi", dedi u. Nodiraning belidan oldi. "Qani, qushcham, tizzamga o'tirchi." Erkak uni uzoq vaqt qiynadi. Og'riqdan joni chiqib ketayozidek bo'lsa-da, chidadi. Bilmaydi, qancha vaqt ustida yotdi erkak. Bir mahal u bo'shashuncha o'rnidan turib, tashqariga yo'l oldi. "Chiqib ketmay tur, men hozir." Nodira sekin o'rnidan turib, temir karvotga cho'kdi. Shu payt oyog'iga nimadir urilgandek bo'lib, pastga egildi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, karvotda polda bir dasta dollar yotardi. Aslida dollarni umrida ko'rmagan, kimlardandir eshitgandi. Hovliqib qoldi. Shoshab qo'liga olib, pullarni lepasga joyladi. Shu ko'yi indamay o'tiraverdi. Oradan 5 daqiqalar o'tib, erkak yana ichkariga kirdi. Kiriboq atrofni aylangancha nimadir qidira boshladi. Nodira sezdi. Pullarini qidiryapti. Indamadi.
Menga qara, shu yerda bir dasta pulga ko'zing tushmadimi? So'radi erkak qizga. Gumon siraganini mot qilib, yo'q, ko'rmadim. Shunaqa deyangroy, rostdan ko'rmadingmi? Aytdim-ku, ko'rmadim. Sharofat, bu yoqqa kirib keting. Poylab turgan ekanmi? Xo'shmachi shu zahoti ichkarida paydo bo'ldi. Ha, nima gap? Pul yo'qoldi, opa. Katta pul yo'qoldi. Voy, men o'lib qo'ya qolay. Xo'y, Nodira, sen ko'rmadingmi mabodo? Nodira yo'q degandek bosh chayqab qo'ydi. Hech kim kutilmaganda buyurdi erkak qizga. Tez yeching. Nodiraning rangi uchib, peshonasi sovuq ter bosdi. Nimaga? Yechingin. Keyin bilasan. U qo'rqapsa ko'ylagini yechdi. Lozimini ham. Mana, opa, ko'ring, qizingiz nima ish qilgan? Erkak leppadagi bir dasta pullarini olib, Sharofatga ko'z qildi. Bu o'g'ri ekan-ku, opa. Kimni qo'ynimga solib qo'ydingiz? Hali